Rossiyadagi zapret PP826 federal zakon 114 bu nima sababdan qo'yiladi, nima uchun qo'yiladi va buni sud orqali bekor qildirishning yo'li bormi? Bu videoda bilib olasizlar. Videomizni ko'proq odam ko'rish uchun like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Rossiyadan deport zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. PP826 federal zakon 114, ya'ni siz Rossiyada registratsiya qilib yashab yuribsiz, registratsiya muddati tamom bo'ldi. Siz Rossiyadan chiqib ketmadingiz, ya'ni chiqib ketishingiz kerak yoki registratsiya muddati o'tib siz registratsiya qo'ymay yashab yuribsiz. Shu paytda sizlarga MVD tarafdan zapret qo'yiladi, ya'ni 3 yil muddatga. Buni qachon ochsa bo'ladi? Qachonki sizda основание bo'lsa, ya'ni asos bo'lsa ham 100% kafolat berilmaydi. Albatta buni sud hal qiladi. Ya'ni asos bu sizning rus fuqaroligi bor ota-onangiz yoki ayolingiz, ya'ni xotiningiz, ofitsiantingiz ZAGS bo'lishi kerak va kamida shu Rossiyada sizga 2 ta farzandlar Rossiyada tug'ib bergan bo'lishi kerak. Bu aytib o'tgan asoslar ham deportatsiya, ya'ni shu zapret tushmasdan oldin olgan bo'lishingiz kerak. Uzoq qarindoshlar hisobga olinmaydi. Даже tug'ishgan opa-aka singillaringizda rus fuqaroligi bo'lsa ham. Videom sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Hali ko'p ma'lumotlar oldinda bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.